Nima, men kalbasalarni juda ham yoqtiraman-ku. Yo, nima? Kim bu? Kompot tez qara. Hozir. Hammaga salom, obunachilar. Mening ismim Kompot va bu yangi videomiz. Salom ey. Kimsizlar ey? Nimaga ertamanda meni bezovta qilyapsizlar? Ey Kompot, sen hali ham YouTube kanalingni o'chirmadingmi? Sen bizni qishloqda eng katta jazolardan birini qilyapsan. Shuning uchun sen biz bilan birga borishing kerak. To'xta, nega axir men YouTubedan ketaman? Axir meni juda ko'p obunachilarim bor-ku. Eshikni oldidan chiq ey. Biz bilan tez ketishing kerak. Qayerga axir? Qayerga borishim kerak? Nima uchun meni olib ketyapsizlar? Men hech qayerga borishni xohlamayman. Hali men zavtrik ham qilmadim. Biz qishloqdagi hamma jinoyatchilarni to'playapmiz. Bu qatorda siz ham borsiz, Kompot. Biz sizni bir joyga olib borishimiz. Nima uchun? Bu yerda hali hech kim yo'q-ku. Nima ishlar bo'lyapti bu qishloqda? Nimaga? Men bu yerdan ketishni xohlamayman. Meni uyim axir. Men bu yerdan ketmayman. Sababi ham yo'q-ku. Nega meni olib borishinglar kerak u yerga? Qanday ayb ish qildim? Sizning barmoq izlaringiz va yuz tuzilishingiz hammasi bizga mos kelyapti. Biz bilan siz ketishingiz kerak. Hamma dalillar o'sha yerda bo'ladi. Ketmasangiz bo'lmaydi, Kompot. Bu hammasi yolg'on ma'lumotlar. Men hech nima qilganim yo'q axir. Hech qanday barmoq izlari va yuz tuzilishlar, men ularning hech qaysini bilmayman. Bu savollarga javobni o'sha yerga borganda bilasan, Kompot. Hozir men orqamdan yur va men seni u yerga olib boraman. Davay, tezroq bo'l. Xo'p, yaxshi. Obunachilar bunaqa qiziq videolar chiqishini xohlasangiz, like va obuna bo'ling. Nima? Bu jinoyatchi jitellarmi hammasi? Ha, shu yerga o'chirikka tur. Sen o'chirikning kelishi bilan mashinaga chiqib ketasan. Bir tekisda turgin, safni buzma. To'xta, nimaga bular bunaqa kiyimlarda? Oddiy kiyimlarda yursa bo'lmaydimi? Qandaydir g'alati. Nega? Sizlar jinoyatchisizlar va sizlar shu kiyimni kiyishga majbursizlar. Jim indamasdan o'chiritingga tur. Xo'p, yaxshi. Qani ko'raylikchi. Bu yog'iga nima ekan endi? Men bu yerda safni buzsam bo'ladi. Nega axir? Chunki men endi jinoyatchiman-ku. Xohlagan ishimni qilishim mumkin. Tezroq kirishni xohlayman. Qani, sekin. Asta. Davay, Kompot. Tezroq bo'l. Nega qarab turibsan axir? Bo'l tezroq. Ha, xo'p, urma, kelyapman-ku axir. Nega meni uryapsan? Biz qamoqxonadamiz. Urma deyapman senga. O'zingni shunday uraymi? Yoqmasa kerak-a? Ko'p gapirmasdan hibsxonaga kir. Tezroq bo'l. Men bu yerda nima qilishim kerak? Hamma joy kamera bo'lib yotibdi-ku. Qochishni xayolingga ham keltirmagin. Bu yerda hamma joyda kameralar bor. Nega axir men jinoyatchi emasman-ku? Menga hamma dalillarni keltiraman deganding. Qani bu dalillar? Meni qo'yib yubor bu yerdan. Bu adolatsizlik-ku axir. Nega bunday qilyapsizlar? Ha. Hali ham tushunib yetmadingmi, Kompot? Biz senlarni qishloqlaringni hammasini odamlarni bu yerga yig'ib, o'zimiz yangi qishloq qurib, u yerda mazza qilib yashamoqchimiz. Nima qilganinglar bu? Meni qayerga qarayapti? Nega axir? Meni qo'yib yuboring bu yerdan. Qayerga ketyapsan? Meni qo'yib yubor. Sen gapiryapman. Nimasi bo'ldi endi? Men bu yerdan qanday chiqib ketsam ekan? Albatta bu yerdan qochishim kerak va o'z qishlog'imni qaytarib olishim kerak. Kompot. Eshityapsanmi? Nima, jitel ovozimi? Hoy jitel, sen gapirdingmi? Salom Kompot. Men seni ko'rganimdan juda ham xursandman. Bu yerda bizni hamma aholilarimizni qamab qo'yishdi. Ular faqat jinoyatchilar deganda, hammani olib kelishibdi-da. Ularning rejasi barcha qishloqlarni qamab qo'yib, bizni qishloqni tortib olib, o'zlariga yangi qishloq qurishmoqchi ekan. Endi biz qayerda yashaymiz? Bu qamoqxonadan qanday chiqishimiz mumkin, Kompot? Bizga yordaming kerak. Yaxshi, men ham o'ylab ko'rdim bu yerdan qanday chiqish kerakligini. Avvalo seni oldinga o'tishim kerak edi. Nima qilsam bo'lar? Bu yerdan sig'mayman-ku. Kompot, u yerda qanaqangidir tugmam yoki biron bir narsa bo'lishi kerak men tomonga o'tadigan. Sen uni qidirib ko'rgin, albatta topasan. Yaxshi. Hozir bir qarab ko'raydi. Bu yerda qandaydir tugma. Qayerda bo'lishi mumkin? Nima? Bu kitoblarmi?
Uni sindirib ko'raylik. O, yaxshi. Nima bu? Qandaydir mexanizatsiyami? Sekin bedrock bloklardan qilgan. Qani? Olovlar nimaga qochib ketmasligi uchunmikin? Shunchalik ham kuchli bo'ladimi qamoqxona? Va u qanaqangidir qishloqining uyi. Endi u yerdan o'tsam bo'ladi, qani? Asta, hop, yaxshi. Va ozgina yaxshi. Endi bu kitoblarni sindiramiz. Va biz qishloqni oldidamiz. Bildirmasligimiz kerak. Kameralar sezib qolmasligi kerak. Salom qishloqi. Kaput, yaxshi o'tib olibsan. Juda ham zo'r. Biz boshqa qishloqlarni ham yig'ishimiz kerak shunday qilib. Biz bu yerdan qochib ketishimiz kerak. Qanday qilib bo'lsa ham o'z qishlog'imizda hech kimga berib qo'ymaymiz. Biz bu yerdan albatta qochib ketamiz. Obunachilar, ikkinchi qism 50 ta like chiqadi. Shuning uchun hoziroq like va buni bosib qo'ying. Bundan da ham qiziq bo'ladi keyingi videolar.